Bugungi obzorimizda kurchoni gipyurlarimizni ko'rsatib beramiz. Gipyur deganda kurchonning eng qattiqlari hisoblanadi. Bizda gipyur o'zi ko'p. Hop, oq va qora rangda bo'ladi. Aslan bular ko'rsanglar bo'ladi. Hop, bitta varianti bunaqa plotniy, oralari dirkalari bunaqa kvadratniy, setkada qilingan, chiroyli narsa bu. Bunaqa teylari ham kishimam ko'ynakli bu narsa qilsanglar, mana joylari mana akkuratniy turadi o'zida. Chiroyli narsa, gullari ham, asnovasi ham, xudo xohlasa bular hech kimda yo'q. Neobычный bu ikki xil rangda, qorasi va oqi bor. Bundan ahamiyat berayotgan bo'lsak, oxirgi paytda Zuhayr Murodlar, shimlar, versiyalar qilib, Zimmermanlar oxirgi kolleksiyalarda shunga o'xshagan narsa chiqarishdi. Juda ham chiroyli, neobычный, жесткийroq turadi. Bizda жесткий emaslari ham bor. Fransuzskiy gipyur deyiladi, yana xitoylik gipyur, har xil gipyurlarimiz bor. Bular именно kurchonning qattiq gipyur so'raganlar uchun. Xuddi shunga o'xshaydi. Yana повтор, faqat bu yerda dirkalari ham boshqacharoq, gullari zichroq, kromka joylari hozir ko'rsatganimdagi versiya bitta ham, bunda ham ikki xil, oq va qorasi bor. Bu ham chiroyli gipyurlar. Uni gullari takoy boshqacharoq edi, buniki boshqacharoq. Orasidagi ham buniki dumalaqroq, uniki rombikli. Buni ham ko'rsanglar bo'ladi, chiroyli narsa mana. Bu ham ikki xil rangda, qorasi va oqi bor. Hop. Настроениyani ko'taradigan ranglar, limon, buni однотонli lyo'llar bilan ham, xiblar bilan ham ko'p narsa bilan qilsa bo'ladi. Bu bo'li stoyachiyroq bu ham, qanaqadir organzaga o'xshashib ketadigan plotniy setkaga qilingan. Chiroyli, bu ham zubchiklari chiroyli turib beradi. Rangi ash приятный. Yetganimda bundan pastiga lyon, tepasiga buni qilib qanaqadir satchana qilsa ham shu yozgi narsa bo'ladi. Bu ham вообще narsamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu ham yaxshi dizaynerlarimiz kasting shimlar qilishgan. Bundan ham chiroyli chiqadi, kolleksiyasiga olishganda. Ko'ringlar, gullarini ash приятный. Kurchoni gipyur bu ham. Mana gipyurimizni ham ko'ringlar. Bu yerda 3 xil versiya. Birinchisi bunaqa rombikli. Ichiga ko'pchilik oq qo'yadi. Endi bejli qo'ysa ham chiroyli chiqadi, telesniy rangda mana. Qo'limni ko'ringlar, telesniy. Bu yerda oralarida bunaqa rombikli bor, mayda gulli. Bu ham shu zo'r chiqadi. Xuddi shuni bunaqa versiyasi bor. Buni ham zubchiklari chiroyli. Ajoyib, nejniy narsa. Ko'ringlar mana. Bular bilan hammasi bilan o'sha oq lyonoviylar, nano xbshli materiallar bilan ishlasa ham zo'r chiqadi. Mana bo'li nejniyroq, fransuzskiy gipyurga o'xshashib ketadi, lekin kurchonga ishlangan. Ko'ringlar, bu fransuzskiy gipyurga o'xshaydi, lekin fransuzskiy emas. Juda ham chiroyli, mana detallarga fransuzskiy gipyur, kurchonga bilan ishlangan, juda ham nejniy. Ajoyib narsa bu ham. Hop, bu yerda основном material bilan ishlangan. Mana gipyur joylari kam. Mana joylarda asosiy material, gipyur, kurchonli, mana xuddi shuni maydaroq gulli. Hammasida ahamiyat beringlar, mana teylarida akkuratniy qoladi, qaymas. Romkalar. Bu ham xuddi shunaqa. Buni ham lyo'llar bilan ishlasa bo'ladi, однотонный, gulli, qanaqadir kardigan, kostyum, bu narsa qilsa bo'ladi hammasidan. Mana gipyur ham chiroyli. Kurchonli bu жесткийroq. Ko'ringlar, shayxalar. Turgandan o'zi qanaqalar жесткий turadi, kostyumdagi ko'ylaklar. Прям kurchonli narsa olganlar uchun o'zimga narsa yoqadi mana shu. Ko'ringlar, приятный narsa. Xuddi shuni yumshoq versiyasi, bu faqat xb polniy nitkada to'qilgan. Zubchiklari bor buni ham. Bu ham ajoyib nejniy, bu ham как lyonoviy material bo'ladi. Mana esa polniy orasi ochuv, прям kurchonli mana pautniga o'xshab ishlangan. Вообще необычный. Bunga ham polностью ustlariga toshlash, yamchuqlar bu narsa qo'ysa bo'ladi. Hammasi idealniy. Xudo xolasa bular hech kimda yo'q, необычный. Mana ham ko'ringlar, bu ham kattaroq gulli olganlarga. Gullar ochuvroq, kattaroq. Ajoyib narsa bu ham. Hit продажаlardan. Hop, xuddi shunga o'xshagan versiya, bu qora. Bu pautinka stilda ishlangan, mana orasi ochuv-ochuvli. Takoy o'zi lapshaga o'xshagan roq stil, qattiq emas. Bu ham chiroyli. Hop, mana gipyurimiz. Chiroyli narsa bu ham. Orasi bej aralashganli. Asnovasi materialdan qilingan, polniy vishkalar qilib ham. Juda ham chiroyli, narxiga juda ham zo'r. Bu juda ham qimmat narsa emas. Puliga zo'r. Bu polniy xlopka.
ko'ringlar, chiroyli narsa. Lobka основasi unaqa 3D ishlangan, yaxshi необычный material. И как гипюр и shityo. Gipyurga ham o'xshashib ketadigan shityo. Juda ham ajoyib, bitta sloyi. Необычный narsa bu ham полностью xb narsa qilingan. Bu обычный shityodan emas, qimmatroq narsa, juda ham eksklyuziv, необычный material. Ko'ringlar, kimdir qiziq bo'lsa, direktdan yozinglar. BTS pochtadan ham yetkazib beramiz. Juda ham нежный, прикольный. Lampolar kurjurlarga o'xshaydi, bu yoq material. Ham необычный. Bunda faqat ko'yin emas, bulardan ko'rsatgan narsalarimda shortik, любой shim, kardigan, hamma narsa qilsa bo'ladi. Mana ham ko'ringlar, juda chiroyli narsa, o'zimga rosa yoqadi. Katta print bu. Mana uzunroq abayalar, ko'ylaklarga ham ajoyib chiqadi. Kardiganlarga, plyajga ketayotganlarga, dam olishlarga ham zo'r. Просто tashlab oladigan akitka. Ajoyib kattaroq gulli bu. O'shanga mana bu narsamiz bor, kurchonniga mayda gulli versiyasi. Kostyumchikni ham qilsa bo'ladi, ashcha ajoyib narsa. Ko'rsatib bo'ladi. Mana xuddi shu versiyalarimizni mana bunaqa необычный kamushkali versiyasi bor. Bo'lib, boshqacharoq ishlangan. Ko'rsatib bo'ladi, ashcha. Men отдельно ko'rsataman. Buni ham toshlari bor. Ashcha ajoyib narsa. Kamushkalar, zipchiklari, bu bo'lib darago'roq, qimmatroq narsamiz. Ashcha ajoyib narsa. Bundan o'sha aytganimdek, kostyum, ko'ylak, bu narsa bo'ladi, to'ylarga ham chiroyli narsa. Kimgadir qiziq bo'lsa, oqlovlarga ham bersalar bo'ladi. Oqlovga nima olib yurganlik uchun hammasini oqlovga ham bersalar bo'ladi. Bu kiyiladigan narsalar hammasi. Просто olib qo'yib, bir xil toshli kostyum, juda ham yaltiroq narsalar olinadi. Shularga lutchi mana shunaqa narsalar berilsa, kiyiladi. Qo'ldan kelgancha obzor qilib berdik. Oq gipyurlar, qora gipyurlarimizni, kurchonlarimizni. Qo'ldan kelgancha gipyurlarimizni obzor qilib berdik. Bular hammasi kurchon gipyurlar edi. Do'konimizga kelsanglar, bundan ham chiroyli tarzda ko'rsatib beramiz, tushuntirib beramiz. Qaysidan nima fason, qanaqa ketadi, hammasini chiroyli tushuntirib beramiz. Meshaq bilan har doim birga bo'linglar. Kimga shunaqa необычный narsa kerak bo'lsa, har doim bizani kuzatishda davom etinglar.